alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uyghur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulmida emrayotgan xalqimizning ahuzarını dunyoga anglatish. Vatan ichi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim xabar, uchurlar va mulohizlardan kishilarni xabardor qilish. Diniy bilimlar, tariximiz, esil adabiy miroslarimiz orqali avlodlarda sog'lom e'tiqod, g'urur va ona til sevgisi yetildirish nishoni bilan vatan davosida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Düşman kim? Artış boğra. Allah izchil elchilar va vahiy avatish orqali insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklab keldi. Elchilar Allohdan kelgan vahiylar orqali Alloh bilan banda bilan banda o'tirsidagi munosabatning qandoq bo'lganligini ko'rsatib berdi. Hayotiga tatbiqlash bilan ulgi bo'ldi. Alloh tarafidan avatilgan vahiy u vahiyni yetkizguchi elchilarning vafotidan keyin buzg'unchilikqa, burmilinishga uchrab keldi. İnsanlar asli vahiydan yiroqlashdi. Hadid surasi 16-oyat. Allah Muhammed alayhissalomni va u orqali Qur'onni vahiy qilib avatish orqali insonlar qiyomatgacha rioya qilishga tegishli prinsiplarni ko'rsatib berdi. Muhammed alayhissalomdan keyin boshqa elchilarning va vahiyning kelmaydiganligi Ahzab surasi 40-oyat. Yetakchilikning insonlardan o'zgarmas prinsiplarga almashganligining ifodasi edi. Bu sababdan Allah bu o'zgarmas prinsiplar gavdisi bo'lgan Qur'onni o'zi qo'g'daydiganligini bildirdi. Hijr surasi 9-oyat. Allah Qur'onda kitob va mizonni nozil qilganligini bayon qilmoqda. Shura surasi 17, Hadid surasi 25-oyatlar. Mizan yani o'lcham Allah tarafidan belgilangan bo'lib, mo'minlarning buningga rioya qilish majburiyati bor. Yer yuzida mo'min va kofirning shundaqla boshqa e'tiqodchilarning mavjud bo'lganligi, birga yashaydiganligi kechi bilan kunduzga o'xshash Allohning o'zgarmas sunnatidir. Maide surasi 48, Yunus surasi 99, Hud surasi 118, Nahl surasi 98, Shura surasi 8-oyatlar. Bir yerde yashash jarayonida farqli e'tiqodchilar bilan surkilish paydo bo'lganda qanday hal qilish tadbirini ko'rsatib bergan. Bugun yer yuzida eng qattiq zulmga uchrayotgan musulmonlardan biri bo'lgan Uyg'urlar duch kelayotgan asosli masala dushmanni aniq tuniy olmaslikdir. Kimni eng asosli dushman deb tunishda Allah mizon qilib tushirgan, o'zi iymon etgan kitobga murojaat qilmaslikdir. Biz bir kitobi bor ummat turib, kitob va mizonsiz kishilardek muomala qilyapmiz. Mana bu sababdan nishondan adashgan kema to'lqinlar ichida bir u yoqqa, bir bu yoqqa eqib yurgandek nishonsiz yurmoqdamiz. Dinimizda jihad ta'kidlangan. Zulmga uchirg'uvchilarning zulmga qarshi chiqishiga ruxsat qilingan. Jihad shart sharoitning taqozosiga asosan ilib berilgan ibodat bo'lib, Allah bu ibodatni belgilik bir prinsipga bog'lagan. Allah qayerga berib jihad qilsang bo'ladi demadi. Sening diniy e'tiqodingdan voz kechtirishga yoki seni yurtingdan qo'g'lab chiqarishga uringanlarga qarshi urush qil. Sen bilan do'stona o'tgan kofirlar bilan chiroyliqcha o't dedi. Mumtahina surasi 8-9-oyatlar. Rasulullahning sunnatiga qaraydigan bo'lsak, Rasululloh Madinaga borgandan keyin Madinadagi barliq mushriklar yoki yahudilar bilan urushmadi. Ulardan kim musulmonlarga ziyonkashlik qilsa yoki qilmoqchi bo'lsa, ularga qarshi jihad qildi.
Bedir, Uhud, Xandak, Xaybar, Tabuk qatorliqlar. Hüdaybiyada Mekke müşrikleri bilen Müslümanlar arasında sülhi tüzülgende şu sorunda şahit bolgan iki müşrik kabilesinin birisi Müslümanlar bilen ittifak tüzdü. Resulullah ularni rad qilmadi. Keyingi yili bu müşrik kabile Mekke müşrikleri bilen ittifak tüzgen kabilenin hücumiga uchragandan keyin ular musulmonlar orasidagi ittifaqni shipi keltirib Resulullahdan hujum qilguvchi qabilaga qarshi yordam talab qildi. Rasulullah ularning talabini rad qilmadi. Bu vaqadan keyin Abu Sufyan Madinaga kelib Rasulullahdan sulhni yangilashni talab qildi. Lekin Tavba surasi 1-oyatning hukmiga asosan Abu Sufyanning bu talabi rad qilindi. Rasulullah Mekkeni fath qilgandan keyin yendiki Toyibga yurish qilmadi. Mekkadagi musulmonlarga hujum qilishga tayyorlik qilayotgan Havazin qabilasiga qarshi otlandi. Hunayn g'azoti bo'ldi. Rasulullohning tutgan yo'li bu edi. Vida hajjiga qatnashgan sahobalar sonining 100 mingdan oshadiganligi haqida ma'lumot bor. Bulardan mutlaq ko'p sonliqining Rasulullohning mendan bir oyat bo'lsa-mu yetkizinglar ta'limotiga asosan Alloh rozi bo'lgan islom dinini tunishtirish uchun yer yuziga tarab ketganligi hammaga ma'lum. Iron va Rim imperiyasi bilan bo'lgan jihad sababi hammaga ma'lum. Iron podshohi o'z vaqtida Rasulullohning da'vat maktubini yirtib tashlagan. Rim musulmonlarni o'ziga raqib ko'rib urushga tayyorlik qilgan. Yaqinqi davrga kelsak, Arab qarindoshlarga nisbatan Isroil va uning qo'llovchilari birinchi nomorliq dushman. Ular Falastinliklarni yurtidan qo'g'lab chiqaryotdi. Alloh qo'ygan o'lchamga tushidi. Ularga Xitoy tajovuzchilaridan bevosita ziyni yetmaganlikdan Xitoy tajovuzchilarini birinchi nomorliq dushman deb qaramaydi. Hatto Isroil va Amerika boshchiligidagi G'arbga qarshi ittifoqdosh deb qaraydi. Bizga nisbatan Xitoy tajovuzchilari birinchi nomorliq dushman. 1949-yillardan boshlab Falastinliklar yurtidan ayrilmay jihad qilyotdi. 1970-yillardan tortib Afg'onlarmi shundoq. 2003-yildan tortib Iroqliklar, 2011-yildan tortib Suriyaliklar yurtidan ayrilmay jihad qilyotdi. Ular vatanchi, millatchi bo'lib qolmaydi. Uyg'urlar qilsa vatanchi, millatchi bo'lib qoladi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi jihad qilish islomda cheklanadi. Uyg'urlar Xitoy tajovuzchilariga qarshi Sharq Turkistonda jihad qilish uchun bir yerga jam bo'lishga urinsa, vatanchi, millatchi bo'lib qoladi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi jihad qilish kimlarning qo'li bilan to'sib qilinyotdi? Ümmet davasını qilayotgan Al-Qoida 20 yildan keyin Xitoy tajovuzchilari bilan Beyjingda kelishimga imzo qo'ydi. Buni qanday tushunamiz? Bermidagi Arakan musulmonlari buddistlarga qarshi qo'liga qurol ilib, o'z davlatida buddistlarga qarshi jang e'lon qilib harakatga o'tdi. Amsa bularmi millatchimi, qavmchimi? Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tarafidan 35 million musulmon dunyoning ko'z oldida usti ochiq turmalarga qamalib, inson tasavvur qilg'usiz zulm ichida yo'q qilish, surgun qilish girdoviga berib qoldi. Bularni qutuldirish uchun qurolliq mujohidlarning partizanlik va odam tarbiyalash harakatini qiliblashtirib, muntazam qo'shin tarbiyalashga kim to'salg'i bo'lyotdi? Atalmış İslam devletiga berib, o'zini fidoyilikka tizimiga oldirayotgan Uyg'ur mujohidlarga Xitoy tajovuzchilarining konsulxona, elchixonasi oldida fidoyilik ilib berishiga kimlar to'g'ri fatvo bera olmayotdi? Sharq Turkistondagi musulmonlarning Xitoy tajovuzchilari tarafidan islom dinini yo'q qilish siyosatiga muhojiratdagi Uyg'ur diniy olimlar, ulamolar birligi Xitoy tajovuzchilariga qarshi jihad qilish farz ayin deyishiga kimlar, nimalar to'salg'i bo'lyotdi? Düşmanimizni aniq tunuydigan vaqt yetib kelmadimi? Uyg'urlar terrorga qarshi turklarning yanida. Yaqinqi yillardan buyon Turkiyada terrorlik voqealari nihoyat avjilashga boshladi. To'kilgini biz Uyg'urlarga qon va din qarindosh bo'lgan turklarning va bo'libmi musulmonlarning qiyni bo'ldi. Uyg'urlarning, jumladan turk qavmlarining azaliy dushmani bo'lgan qora niyat kuchlar va ularga setilgan yaloqchi xoinlar to'plandan to'g'ach o'g'irlashni fursat deb bilib, Turkiyada maydonga kelgan terrorlik hujumini Uyg'urlarga ortib, har xil taratqularda Uyg'urlarning Turkiyadagi obrazini qarlashni maqsad qilib, yolg'onlarni to'qib, qarlash tashviqotini ilib bormoqda.
Vaholanki Türkiyəni ikinci ana vatani deb bilgan Uyg'urlar asla Türk qarindoshlarini qaslaydigan paskash terrorlik qilmishini qilmaydi. Uyg'urlar Türkiyəni o'z vatanidek aziz ko'rdi va Türk qarindoshlarini o'zining urug' tuqqunidek so'ydi. Terrorning irqi, dini va davlati bo'lmaydi. Begunoh insonlarga qilingan qaslashdek terrorlik hujumi dunyodagi eng qabih qilmishlardan biridir. Bu tür terrorlik qilmishini kim qilgan bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'urlar tarafidan nafrat bilan la'natga uchraydi. Qasdan nohaq odam o'ldirgan qotilning oqibati bu dunyoda la'nat, oxiratda do'zax o'tida ko'yishdir. Islom dinimizda Allohdan yuz o'rish gunohidan qolsa, nohaq odam o'ldirishning gunohi eng og'irdir. Qur'oni Karimda kimki nohaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirdikan, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi deydi. Maida surasi 32-oyat. Biz Uyg'urlar Turkiyadagi bu turli terrorlik hujumini qattiq ayiblaymiz. Uyg'urlar o'zi davlat terrorining qurboni bo'layotgan begunoh bir xalq. Uzoq yaqindagi Uyg'ur dushmani qora niyat qotillar va ularning g'olchilarining Uyg'urlarni ona vatanimiz Uyg'ur diyorida, Turkiyada va dunyoda terrorchi deb ko'rsatib, butun dunyodagi Uyg'ur ichida ansizlik paydo qilishni maqsad qilgan qarchaplashlarga hargiz qarab tura olmaymiz. Qo'lida qalam tuta oladigan barliq Uyg'ur ziyolilar birlikda Uyg'urlarning nohaq qarlanganligi va Uyg'urlarning qarniyat hokimiyatining sistemlik yurgizgan davlat terrorining qurboni bo'layotganligini butun dunyo jamoatiga samimiyatlik bilan jakolaymiz. Va Uyg'urlarga qari chaplagan turk siyoqiga kirib olgan vijdonsiz munofiq atalmış muxbirlarni qonuniy javobgarlikka tortish uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Azaldan Uyg'ur qatorliq turk qavmlarining dushmani bo'lgan qari niyat hokimiyat kuchlarining terror qurboni bo'layotgan Uyg'ur turklari bo'lish sifatimiz bilan xo'shal va motamli kunlarda har vaqt butun dunyodagi barliq turk qavmlarining yenda bo'lish bilan birga biz Uyg'urlar turk qavmining bir mansubi bo'lganligimizdan iftixorlik his qilamiz. Dunyodagi butun turk qavmlarining, jumladan Turkiyadagi qon va din qarindoshlarimizning qahramon irodasi bu terror hujumlari bilan asla sunmaydi. Bu paskash usullar bilan terror qilmishlari qilayotgan turk dushmanlari va sotqin xoinlar asla maqsadiga yetolmaydi. Türkiye tuprog'ini qo'g'dash va terrorga qarshi urushda shahid bo'lgan qahramon turk soqchi va askarlarni rahmat bilan yod etish bilan birga yaralanganlarga shifo va shahid oilalariga Allohdan sabr tilaymiz. Jumladan Uyg'urlarni o'z ichiga olgan mazlum musulmonlarning bosh panohgohi Turkiyaga omon esanlik va kuch-quvvat yor bo'lsin. Uyg'ur akademiyasi